Joriy yilning 27-yanvar kuni prezidentimiz huzurida o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish hamda davlat byudjetiga tushumlar ustidan nazoratni kuchaytirish bo'yicha muhim topshiriqlar berilgan edi. Mazkur topshiriqlar ijrosi doirasida soliq idoralari tomonidan joylarda tizimli o'rganish ishlari olib borilib, qonuniylikni ta'minlashga qaratilgan choralar ko'rilmoqda. Xususan, Farg'ona viloyatida savdo va servis shoxobchalarida QR kodli chek berilmayotgani, shuningdek qurilish obyektlarida ishchi xodimlar bilan mehnat shartnomalari rasmiylashtirilmasdan faoliyat yuritilayotgani kabi holatlar aniqlanmoqda. Jumladan, Farg'ona shahrida viloyat soliq boshqarmasi xodimlari tomonidan olib borilgan o'rganishlar davomida qurilish faoliyati bilan shug'ullanuvchi tadbirkor tomonidan qonunbuzarlikka yo'l qo'yilganligi aniqlandi. Shaharning 2 hududida joylashgan 9 qavatli, jami 230 dan ortiq xonadon va 55 sotix yer maydoniga ega qurilish obyektida amalda 50 nafardan ortiq ishchi ishlayotgan bo'lsa-da, mehnat shartnomalarida atiga 20 nafar xodim ko'rsatilgani ma'lum bo'ldi. Ushbu holat yuzasidan tadbirkorga qonunchilik talablari tushuntirilib, belgilangan tartibda javobgarlik mavjudligi ta'kidlandi. Hozirgi kunda ayrim qo'shtirnochilik tadbirkorlarimiz tomonidan soliq bazasini qasddan yashirish holatlari aniqlanyapti. Bu asosan ishchi xodimlarga konvert usulida ish haqi hisoblash natijasida byudjetga soliqlar o'z vaqtida to'lanmasdan qolmoqda va natijada o'sha korxonada ishlayotgan xodimlarda ijtimoiy ta'minot ham ta'minlanmayapti. Hozir ko'rib turgan obyektimizda tegishli tartibda o'rganishlar amalga oshirilganda, bu qurilish obyekti va yana bir qurilish obyektida bitta korxonaga tegishli joyda 50 nafardan ziyod ishchi xodimlar ishlayotganligi aniqlandi va natijada hisobotlarda to'liq aks ettirilishi va soliq bazasiga soliqlar byudjetga o'z vaqtida to'lanishi ta'minlandi. Ayrim xodimlar bilan mehnat shartnomasini rasmiylashtirmasdan faoliyat olib borayotganimizni aniqlashdi. Bu narsa noto'g'riligini bildik. Hozirda yana qo'shimcha 30 dan ortiq xodimlar bilan mehnat shartnomasini tuzdik. Bundan keyin bunday xato kamchiliklarga yo'l qo'ymaymiz. Savdo yo'nalishida ham qator kamchiliklar aniqlandi. Qonunchilikka ko'ra, chakana savdo, umumiy ovqatlanish va aholiga maishiy xizmat ko'rsatish obyektlarida amalga oshirilgan har bir xarid uchun QR kodli onlayn nazorat kassa cheki berish tadbirkorning qonuniy majburiyati. Uni o'z vaqtida talab qilish esa iste'molchilarning fuqarolik burchi hisoblanadi. Ma'lumotlarga ko'ra, Farg'ona viloyatida 15 mingdan ortiq tadbirkorlik subyektida onlayn nazorat kassa texnikasi o'rnatilgan. Biroq shunga qaramay, ayrim tadbirkorlar naqd pulga amalga oshirilayotgan savdolar bo'yicha chek bermasdan tushumlarni to'liq rasmiylashtirmay kelmoqda. Mahsulot xarid qildim. Endi eslatib. Chek olganingiz? Yo'q. Sizga savdo uchun chek berishdimi? Yo'q. Hozir shoshilganimdan olmay qo'yibman. Olmabman, yo'q. To'g'ri gap yo'q. Чек я не получал, я наличку дала, мне чек не дали. Farg'ona shahri markazidagi savdo majmualarida o'tkazilgan o'rganishlar davomida ayrim savdo shoxobchalarining moliyaviy faoliyati tahlil qilindi. Natijada birgina mazkur nooziq-ovqat mahsulotlari savdosi bilan shug'ullanuvchi tadbirkor tomonidan joriy yilning yanvar oyida plastik karta orqali 5.8 million so'm, naqd pul shaklida esa 13.5 million so'm tushum kassa apparatida qayd etilganligi aniqlandi. Bu kuniga o'rtacha 450 ming so'm atrofida naqd tushum rasmiylashtirilganligini ko'rsatadi. Onlayn nazorat kassa texnikasiga urilgan cheklar soniga qaraydi bo'lsak, yanvar oyida jami 220 ta QR kodli xarid cheki kassaga urilgan. Bu degani kuniga o'rtacha 7 nafar xaridor ushbu shoxobchadan savdo qilgan xolos. Biroq qisqa muddatli kuzatuvlar real savdo hajmi bilan kassa tushumlari o'rtasida sezilarli tafovut mavjudligini ko'rsatdi. Majburiyatim borda, huquqdan tashqari. Siz majburiyati har bitta mijozga olgan mahsulotni cashback chekli berishingiz majbursiz aka. Ertaga shu bermaslik holatingiz shu jarimaga tushishga sabab bo'ladi. Aybmanda tugab 1 yillik puli tushirgan pulim tugab qolibdi. Mana kassa nima terminalimiki ham, buniki ham. Endi buni ishlatamiz. Aybimizni tan oldik. To'g'rilaymiz. Bu narsalarni bartaraf qilamiz. Mazkur holatlar yuzasidan soliq xodimlari tomonidan tadbirkorga tushuntirish ishlari olib borilib, kassa intizomiga qat'iy rioya etish bo'yicha ogohlantirish berildi. Shuningdek, fuqarolarga soliq hamkor tizimi orqali huquqbuzarlik haqida murojaat qilish imkoniyati mavjudligi eslatib o'tildi. Ma'lumot o'rnida nazorat kassa mashinasidan foydalanmasdan savdo amalga oshirilgan taqdirda 5 million so'm, huquqbuzarlik yil davomida takrorlansa, jarima miqdori 10 million so'm etib belgilangan. Muhammad Sidiq Usmonov, Ruxsor News informatsion dasturi uchun maxsus.